Assalomu alaykum azizlar, nasib bo'lsa Qashqadaryodagi zakazimiz boshladik. Ikkita xona podogorliklar o'rnatib, devorlarni nasishga qildik, aboy qilib beramiz. Tepa natijnaga moslangan, natijna bo'ladi yaqinda. Yonboshi aboy bo'ladi, atechenta variant bo'ladi. Devorlar gulli bo'ladi. Mana bu xonamiz ham natijna bo'ladi, tepa qismi. Yonboshi aboy, buyoqlar ham aboy bo'ladi. Podogorlar qo'yamiz. Kuzatib boringlar, nasib bo'lsa jarayonlarni ko'rsatib boraveramiz. Qiziqqanlar Hunaman TV ostida Tohir YouTube kanaliga o'tsangizlar, mana kraska, vodomison bo'lgan devorlar qanday ishlanadi, batafsil o'sha 0.0 ko'rsatib boraveramiz. Birinchi qism, ikkinchi qism video qilib, qanday ishlanadi, nima qilinadi, etap-etap ko'rsatib boraveramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, foydali videolarni chiqarib boraveramiz. Rahmat barchaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 60 mingdan aboy qilib beramiz. Diagasini yopishtirib, podogonli aboy yopishtirib berishi bilan va devorlarni nasishga qilib, bir sizlar rotman, ikkislar shoklabga bo'ladi. Natijamiz 80 mingdan 150 minggacha bo'ladi. Mustaqil. O'sha material bilan natijalar ustalamiz shunday ishlashadi, material bilan olib kelishadi. Bortlar har xil 30 ming, 35 metr o'xida. Shu mustaqil hisoblanadi. Sog' bo'linglar, salomat.